Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugungi ma'lumot juda muhim, chunki u faqat pensionerlarga emas, pensiya yoshiga yaqinlashayotganlarga, ishlayotgan pensionerlarga, ota-onasining pensiyasini tekshirayotgan farzandlarga va rasmiy ish stajini yig'ayotgan har bir fuqaroga tegishli. 2 avgustdan pensiya miqdorlari yana o'sishi bo'yicha tasdiqlangan tartib kuchga kiradi. Eng muhimi, bu safar ishlovchi pensionerlar uchun 2 bosqich masalasi alohida e'tibor talab qiladi. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntirib beraman. Avval qanday edi? Endi nima o'zgaradi? Kimning pensiyasi avtomatik oshadi? Kim albatta ariza bilan murojaat qilishi kerak? Qaysi xatolar sabab odamlar o'ziga tegishli pulni ola olmay qoladi? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki aynan oxirida men sizga amaliy qadamlarni aytaman. Qayerga borish? Qanday hujjat tayyorlash? Arizada nimani yozish kerak? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot yaqinlaringizga ham foydali bo'ladi. Ko'pchilik pensionerlar bir narsani noto'g'ri tushunadi. Pensiya oshishi degani hammaning qo'liga bir xil summa qo'shiladi degani emas. Bir odamga 1-2 ming so'm qo'shilishi mumkin, boshqa odamga 2-5 ming so'm qo'shilishi mumkin. Yana kimdadir minimal pensiya chegarasi sabab ko'proq o'zgarish bo'lishi mumkin. Sababi pensiya miqdori bir nechta omilga bog'liq. Avvalgi ish haqi, staj, pensiya turi, nogironlik guruhi, o'quvchisini yo'qotganlik holati, ustamalar, kompensatsiyalar va eng asosiysi pensioner hozir ishlayaptimi yoki yo'qmi? Avvalgi tartibda ko'p odamlar shunday fikrda edi. Men pensiyadaman, lekin yana ishlayapman, demak ish haqi olayapman, pensiyam qayta hisoblanmaydi. Yoki aksincha, men ishlayapman, demak har oy to'layotgan soliqlarim avtomatik pensiyamga qo'shilib boradi. Mana shu ikkala fikr ham har doim to'g'ri emas. Pensiya tizimida avtomatik oshirish bor. Lekin ish staji va yangi daromadni hisobga olib qayta hisoblash alohida masala. Shuning uchun 1 avgustdan keyingi oshirishni faqat oddiy indeksatsiya sifatida ko'rmaslik kerak. Ishlovchi pensionerlar uchun 2 bosqich deganda ko'pchilik aynan shu nuqtani tushunishi zarur. Birinchi bosqichda umumiy pensiya oshadi. Ikkinchi bosqichda esa ishlash davomida yig'ilgan qo'shimcha staj va rasmiy daromad masalasi tekshiriladi. Men buni juda sodda misol bilan tushuntiraman. Deylik, bir otaxon 2022 yilda pensiyaga chiqdi. Pensiyaga chiqqan paytda uning 30 yillik ish staji va ma'lum o'rtacha ish haqi hisobga olindi. Keyin u 2022 yildan 2024 yilgacha yana rasmiy ishladi. Ish haqi oldi, soliq va ijtimoiy to'lovlar tizimida ko'rindi. Endi savol: shu 2 yillik ish avtomatik ravishda ertasi kuni pensiyasiga qo'shiladimi? Har doim ham yo'q. Ayrim hollarda ma'lumotlar elektron bazada ko'rinadi, lekin pensiyani qayta hisoblash uchun murojaat kerak bo'ladi. Agar odam murojaat qilmasa, u faqat umumiy oshirilgan pensiyani oladi, lekin o'zining qo'shimcha ishlagan davri bo'yicha alohida foydani vaqtida olmasligi mumkin. Avval pensiya oshirilganda ko'p hollarda asosiy e'tibor ishlamaydigan pensionerlarga qaratilgandek ko'rinardi. Aslida oshirish barcha pensiya oluvchilarga taalluqli bo'lishi mumkin. Lekin ishlayotgan pensionerlar doim alohida savol tug'dirardi. Chunki ular bir vaqtning o'zida 2 maqomga ega, bir tomondan pensiya oluvchi, ikkinchi tomondan ish haqi oluvchi xodim. Shu sabab ayrim buxgalterlar, ayrim kadrlar bo'limi xodimlari va hatto pensionerlarning o'zi ham qaysi huquq qayerda tugashini, qaysi huquq qayerda boshlanishini adashtirib yuboradi. Endi muhim o'zgarish shundaki, 1 avgustdan pensiya miqdorlaridagi oshirishni ko'rishda ishlovchi pensionerlar o'z hujjatlarini, mehnat faoliyatini va elektron bazadagi ma'lumotlarni albatta tekshirtirishi kerak. Men bu yerda vahima ko'tarayotganim yo'q, aksincha. Odam o'z pulini yo'qotmasligi uchun oldindan ogohlantiryapman. Chunki pensiya tizimida birgina noto'g'ri yozilgan sana, ish stajidagi bir o'y uzilish, korxona tomonidan topshirilmagan hisobot yoki eski mehnat daftarchasidagi noaniq yozuv pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, opa-singillarimizdan biri 1995 yildan 2003 yilgacha tikuvchilik korxonasida ishlagan. Keyin bolalar parvarishi bilan uyda bo'lgan. Keyin yana maktabda texnik xodim bo'lib ishlagan. Pensiyaga chiqqanida uning ayrim yillar arxidan topilmagani uchun hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. U hozir ham ishlayotgan bo'lsa, 20 avgustdan oshgan pensiyani oladi. Lekin o'sha eski staj masalasi ochiq qolsa, umumiy pensiya baribir kamroq bo'lib qoladi. Demak, oshirish borligi yaxshi, lekin asosiy pensiya bazasi noto'g'ri bo'lsa, oshirilgan summa ham odam kutgan darajada bo'lmaydi. Birinchi navbatda pensiya oshishi 2 xil ta'sir qiladi. Birinchisi davlat tomonidan belgilangan umumiy oshirish.
bu ko'pchilik uchun avtomatik bo'ladi. Ya'ni pensioner har oy pensiyasini plastik kartaga olsa, avgust oyidan yangi miqdor bo'yicha tushishi kerak. Agar pochta orqali olsa, pochta jadvaliga qarab yangi miqdor yetkaziladi. Bu jarayonda odam har doim ariza yozishi shart bo'lmasligi mumkin. Ikkinchisi, pensiyani qayta hisoblash. Bu umumiy oshirishdan farq qiladi. Qayta hisoblash degani pensionerning shaxsiy holati qayta ko'rib chiqiladi. Qo'shimcha ish staji bormi? Rasmiy ish haqi ko'ringanmi? Nogironlik holatida o'zgarish bormi? Qaramog'ida mehnatga layoqatsiz oila a'zosi bormi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida ulushlar to'g'ri belgilangani aniqlanadimi? Mana shu joyda ishlovchi pensionerlar ayniqsa e'tiborli bo'lishi kerak. Keling, raqamli misol qilamiz. Deylik, Anvar aka hozir 2 million 100 ming so'm pensiya oladi. 1 avgustdan umumiy oshirish natijasida uning pensiyasi masalan 2 million 370 ming so'mga chiqdi. Anvar aka xursand bo'ladi. Lekin u pensiyaga chiqqandan keyin yana 2 yil rasmiy ishlagan. Agar shu 2 yillik davr pensiyani qayta hisoblashda foyda bersa, uning pensiyasi yana qo'shimcha ravishda. Deylik, taqima ming yoki bida ehtimol ming so'mga oshishi mumkin. Bu aniq har bir odamda har xil bo'ladi. Lekin asosiy fikr shuki, umumiy oshirish bilan qo'shimcha staj bo'yicha qayta hisoblash bir xil narsa emas. Yana bir misol. Mavluda opa 20 million 600 ming so'm pensiya oladi. U pensiyaga chiqqandan keyin bog'chada enaga bo'lib ishlagan, lekin korxona bir davrda uning shartnomasini to'liq rasmiylashtirmagan. Elektron mehr daftarchasida shaxs oy ko'rinmayapti. Agar Mavluda opa baribir pensiyam oshdi-ku deb yuraversa, o'sha tekis oy keyingi hisob kitobda yo'q bo'lib qolishi mumkin. Ammo u kadrlar bo'limiga borib ishga kirgan va ishdan chiqqan buyruqlar nusxasini, maosh hisoblangan ma'lumotnomani, zarur bo'lsa arxiv hujjatini olsa, pensiya jamg'armasida ma'lumotni tiklash imkoniyati paydo bo'ladi. Men eng avvalo ishlayotgan pensionerlarga murojaat qilaman. Agar siz pensiyada bo'lsangiz va hozir rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, avgust oyidagi pensiya tushumini albatta tekshiring. Faqat pul tushdi deb qo'ya qolmang. Oldingi oyda qancha olgan edingiz? Avgustda qancha tushdi? Farq qancha bo'ldi? Ustamalar saqlanib qoldimi? Bank ilovasida summa to'g'ri ko'rinyaptimi? Shularni yozib oling. Ikkinchi toifa pensiya yaqinlashayotganlar. Siz hali pensiya olmayotgan bo'lishingiz mumkin. Lekin bugungi o'zgarish sizga ham tegishli. Chunki pensiya miqdori oxirgi bir oyda emas, butun mehnat faoliyatingiz davomida shakllanadi. Agar hozir ish joyingiz sizni norasmiy ishlatayotgan bo'lsa, ish haqi konvertda berilayotgan bo'lsa, kelajakda pensiya hisobida siz zarar ko'rasiz. Hozir ko'proq qo'lga olayapman degan fikr keyinchalik 15 yil davomida kompensiya olishga olib kelishi mumkin. Uchinchi toifa nogironlik pensiyasi oluvchilar. Ularda guruh, tibbiy xulosa muddati, qayta ko'rik sanasi, ustama va imtiyozlar juda muhim. Agar avgustdan pensiya oshsa-yu tibbiy hujjat muddati tugagan bo'lsa yoki qayta ko'rik kechiksa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunday fuqarolar tibbiy mehnat ekspertiza hujjatlarini o'z vaqtida yangilashi kerak. 4-toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Bu yerda har bir oila a'zosining huquqi alohida ahamiyatga ega. Masalan, farzand 12 yoshga to'ldi, lekin kunduzgi ta'limda o'qishni davom ettiryapti. Bunday holatda o'qish joyida ma'lumotnoma vaqt topshirilmasa, pensiya to'xtashi yoki noto'g'ri kamayishi mumkin. Avgustdagi oshirishdan keyin ham bu qoida o'z kuchida qoladi. Agar siz oddiy yoshga doir pensiya olsangiz, ishlamayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz avval to'liq tekshirilgan bo'lsa, plastik kartaga pensiya muntazam tushib turgan bo'lsa, ko'p hollarda umumiy oshirish avtomatik tarzda aks etadi. Sizdan talab qilinadigan asosiy ish summani solishtirish. Lekin men baribir umuman xavotir olmang demayman. Chunki hayotda texnik xatolar bo'lishi mumkin. Bank kartasi muddati tugagan bo'lishi mumkin. Pochta manzili o'zgargan bo'lishi mumkin. Pasport ma'lumotlari yangilangani tizimda aks etmagan bo'lishi mumkin. Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz va barcha hujjatlar elektron bazada to'liq ko'ringan bo'lsa, ham sizda katta muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin pensiyaga chiqish jarayonida keyin olib kelasiz. Arxivdan javob kelsin. Bu yilni vaqtincha hisoblamadik degan gaplar bo'lgan bo'lsa, demak siz albatta qayta tekshirtirishingiz kerak. Eng ko'p uchraydigan nozik jihat rasmiy ishlash bilan amalda ishlash orasidagi farq. Odam ishga boradi, vazifa bajaradi, rahbar uni xodim deb biladi, lekin hujjatda u ko'rinmasligi mumkin. Pensiya tizimi esa og'zaki gapga emas, hujjatga qaraydi.
mehnat shartnomasi, buyruq ish haqi hisobi, soliq hisobotlari, elektron mehnat daftarchasi mana shular asos bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat ish haqi yuqori bo'lgan davrni tanlash masalasi. Pensiya hisobida ayrim davrlardagi o'rtacha ish haqi muhim rol o'ynaydi. Agar odamning 1990 yillardagi, 2000 yillardagi yoki keyingi yillardagi maoshi turlicha bo'lgan bo'lsa, qaysi davr hisobga olingani pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Ba'zan odam men 35 yil ishlaganman, nega pensiyam kam deb so'raydi. Sabab shuki, staj bor. Lekin rasmiy ish haqi past ko'ringan yoki kerakli ma'lumotnoma olinmagan bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat qo'shimcha ustamalar. Ayrim pensiyalarda asosiy pensiyadan tashqari ustama bo'ladi. Alohida xizmatlari uchun, nogironlik holati uchun, qaramog'idagi shaxslar uchun yoki boshqa qonuniy asoslar bo'yicha. Pensiya oshirilganda odam umumiy summaga qaraydi, lekin ustama saqlanganmi, kamaymaganmi, to'g'ri qo'shilgan buni tekshirmaydi. Men har doim maslahat beraman. Faqat yakuniy summani emas, pensiya tarkibini ham so'rang. Pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki Maytokov o'z orqali ma'lumot olish mumkin bo'lsa, aynan tarkibiy hisob-kitobni ko'ring. 4-nozik jihat bank kartasi va to'lov sanasi. Avgustdan oshdi degani pul aynan ilk avgust kuni hammaning kartasiga tushadi degani emas. To'lovlar hudud, bank, pochta jadvali va moliyalashtirish tartibiga qarab kunma-kun amalga oshiriladi. Kimdir 3 avgust oladi, kimdir 10 avgust oladi. Muhimi avgust oyi uchun hisoblangan summa yangi tartibda bo'lishi kerak. Agar siz iyul summasini avgustda olgan bo'lsangiz yoki avvalgi oy qarzdorligi yopilgan bo'lsa, farqni to'g'ri tushunish kerak. 5-nozik jihat pensioner ishlayotgan korxonaning hisobot topshirishi. Agar korxona soliq va ish haqi hisobotini kech topshirsa, sizning ma'lumotingiz tizimda kech ko'rinadi. Siz aybdor bo'lmasligingiz mumkin, lekin natijada pensiyani qayta hisoblash cho'ziladi. Shuning uchun ishlovchi pensioner faqat pensiya bo'limiga emas, o'z ish joyidagi buxgalteriya va kadrlar bo'limiga ham savol berish kerak. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam. Iyul oyida olgan pensiya summangizni yozib oling. Agar bank ilovasidan foydalansangiz, kelim tarixini oching va summani saqlab qo'ying. Agar pochta orqali olsangiz, kvitansiya yoki qayd varag'idagi summani yozib oling. Ikkinchi qadam. Avgust oyida tushgan summani solishtiring. Farqni hisoblang. Agar oshish bo'lgan bo'lsa, qancha bo'lganini ko'ring. Agar umuman o'zgarish bo'lmasa, darhol vahima qilmang, lekin sababini aniqlang. Balki to'lov hali to'liq tushmagandir. Balki siz olgan pul oldingi davrga tegishlidir. Balki texnik kechikish bordir. 3-qadam, ishlayotgan pensioner bo'lsangiz, ish joyingizdan quyidagi ma'lumotlarni tekshiring. Siz bilan mehnat shartnomasi rasmiy tuzilganmi? Elektron mehnat daftarchasida ishga kirgan sana to'g'ri ko'rinadimi? Ish haqi rasmiy hisoblanayaptimi? Soliq hisobotlarida sizning ma'lumotingiz bormi? Buni kadrlar bo'limidan va buxgalteriyadan so'rashingiz mumkin. Savolni aniq bering. Men ishlovchi pensionerman. Pensiyani qayta hisoblash uchun ish stajim va ish haqim bazada to'liq ko'rinishi kerak. Iltimos tekshirib bering. 4-qadam, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Murojaat qilganda yoningizda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, mehnat daftarchasi nusxasi, ish joyidan ma'lumotnoma, zarur bo'lsa ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari nusxasi, bank karta ma'lumotlari bo'lsin. Agar eski yillardagi staj masalasi bo'lsa, arxiv ma'lumotnomasi ham kerak bo'lishi mumkin. 5-qadam, arizada umumiy gap yozmang. Pensiyani oshirib bering deb yozish yetarli emas. Aniqroq yozing. Pensiya tayinlangandan keyingi rasmiy ishlagan davrimni hisobga olgan holda pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman yoki 2 avgustdan belgilangan oshirish pensiyamga to'g'ri qo'llanganini tekshirib. Pensiya tarkibi bo'yicha yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Agar sizda ko'rmay qolgan staj bo'lsa, falon tashkilotda falon sanadan falon sanagacha ishlagan davrimni pensiya stajiga kiritish masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozing. 6-qadam, murojaatingizni og'zaki qoldirmang. Men buni juda ko'p marta aytaman. Og'zaki aytilgan gap ertaga isbot bo'lmaydi. Arizangiz ro'yxatdan o'tganiga ishonch hosil qiling. Agar onlayn murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlab qo'ying. Agar qog'ozda topshirsangiz, kirim raqami qo'yilgan nusxasini oling. Shunda keyin javob kechiksa, sizda asosa bo'ladi. 7-qadam, javobni kuting va hisob-kitobni tushunishga harakat qiling. Agar sizga hammasi to'g'ri deyilsa, pensiya tarkibini so'rang. Asosiy pensiya qancha, ustama qancha, oshirish qanday qo'llangan?
Qayta hisoblashda qaysi staj inobatga olingan, bularni bilishga haqlisiz. Agar rozi bo'lmasangiz, yugurib turuvchi organlarga yoki tegishli tartibda shikoyat imkoniyatingiz bor. Bir misolni batafsil ko'raylik. Rustam aka pensiyaga chiqqandan keyin qorovul bo'lib ishlay boshladi. Ish haqi katta emas, lekin rasmiy. U har oy pensiyasini ham, maoshini ham olib yurdi. 1 avgustdan pensiyasi oshdi. Lekin u qo'shimcha ishlagan davrini hisoblatmadi. 3 yil o'tgach tanishi aytib qoldi. Siz qayta hisoblatdingizmi? Shunda Rustam aka hujjat yig'ishga tushdi. Agar u buni oldinroq qilganida, ehtimol 3 yil davomida har oy qo'shimcha pul olib yurgan bo'lardi. Mana shu sababli men aytyapman, bugun tekshirish ertaga afsuslanishdan yaxshiroq. Yana bir holat. Dilbar opa maktabda farrosh bo'lib ishlagan, keyin pensiyaga chiqqan. Keyin yana yarim stavkada ishlashda davom etgan. Uning fikricha yarim stavka pensiyaga ta'sir qilmaydi. Aslida esa masala stavkada emas, rasmiy ish haqi va stajning hujjatda ko'rinishida. Yarim stavka ham rasmiy bo'lsa, u mehnat faoliyati sifatida ahamiyatli bo'lishi mumkin. Lekin qay darajada ta'sir qilishini faqat hisob-kitobdan keyin bilish mumkin. 3-holat. Sobir aka bozorda yillar davomida ishlagan, lekin rasmiy hujjat kam. U men yarım yil ishlaganman deydi. İnsoniy jihatdan bu to'g'ri. U haqiqatan mehnat qilgan. Lekin pensiya qonunchiligida hujjat bilan tasdiqlangan staj muhim. Shuning uchun yoshroq tomoshabinlarga ham aytaman. Bugungi norasmiy ish ertangi pensiyada bo'shliq bo'lib qaytadi. Agar ish beruvchi sizni rasmiylashtirmasa, bu faqat bugungi muammo emas, kelajakdagi pensiya muammosi hamdir. Ayrim odamlar pensiyani oshirib beramiz, hujjatingizni tezlashtiramiz deb pul so'rashi mumkin. Bunday va'dalarga ishonmang. Pensiya masalasi rasmiy tartibda hal qilinadi. Siz hujjat topshirasiz, hisob-kitob qilinadi, javob beriladi. Agar kimdir pul evaziga natijani kafolatlayman desa, ehtiyot bo'ling. Eng to'g'ri yo'l rasmiy bo'lim, rasmiy portal ro'yxatdan o'tgan ariza. Yana bir xato. Odamlar ijtimoiy tarmoqlarda hamma pensionerga falon summa qo'shilar ekan degan xabarlarni ko'rib, o'z pensiyasini shunga solishtiradi. Bu noto'g'ri. Har bir pensiya shaxsiy hisob-kitobga ega. Siz qo'shningiz bilan bir yoshda bo'lishingiz mumkin. Lekin uning staji boshqa, ish haqi boshqa, ustamasi boshqa, pensiya turi boshqa. Shuning uchun qo'shnimga ko'proq tushdi. Menga kam tushdi degan savolga javob topish uchun hisobot tarkibini ko'rish kerak. Yana bir muhim jihat, agar pensioner vafot etgan bo'lsa, uning o'limay qolgan pensiyasi, oila a'zolarining huquqi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi masalalari alohida tartibda ko'riladi. Bunday holatda ham hujjatlarni kechiktirmaslik kerak. Fuqarolik holati dalolatnomalari, oila tarkibi, o'qish ma'lumotnomasi, qaramog'ida bo'lganlikni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Demak, 20 avgustdan pensiya oshishi tasdiqlangan tartib asosida amalga oshiriladi va bu ko'pchilik pensionerlar uchun ijobiy yangilik. Lekin ishlovchi pensionerlar uchun eng muhim masala shuki, faqat umumiy oshirish bilan cheklanib qolmang. Qo'shimcha ishlagan davringiz, rasmiy ish haqingiz va stajingiz pensiya hisobida to'g'ri aks etganini tekshiring. Kimning hujjati to'liq bo'lsa, odatda muammo kam bo'ladi. Kimda eski staj, arxiv, norasmiy ish, elektron bazada xato yoki ustama masalasi bo'lsa, albatta harakat qilish kerak. Men sizga maslahat beraman. Avgustdagi pensiya tushumini solishtiring. Ish joyingizdagi ma'lumotlarni tekshiring. Zarur bo'lsa pensiya jamg'armasiga yozma ariza bilan murojaat qiling. Ariza raqamini saqlang va pensiya tarkibi bo'yicha izoh talab qiling. Bu sizning qonuniy huquqingiz. Agar siz ishlovchi pensioner bo'lsangiz, izohlarda yozing. Pensiyangiz avgustdan oshdimi? Qancha farq bo'ldi? Qayta hisoblash uchun murojaat qilganmisiz? Boshqa tomoshabinlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz, qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bir odam vaqtida xabardor bo'lsa, o'ziga tegishli pulni yo'qotmaydi.